Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ma'lumot o'rnida aytmoqchi bo'lgan tavsiyalarimiz bor. Ya'ni bu bugungi kunda juda ham dolzarb bo'lgan mavzulardan bittasi ishemik insult mavzusi. Ishemik insult mavzusi bilasizlarki, hammasini sababi 90% bu ateroskleroz deyiladi. Ateroskleroz ayniqsa bu uyqu tomirlarining aterosklerozi. Uyqu tomirlarini aterosklerozda bilishimiz kerak bo'lgan faktlar bor. Bu birinchi navbatda 50% dan oshiq holatlarda asimptom kechadi. Ya'ni hech qanaqa belgi bo'lmaydi. Faqat tekshiruv paytida torayishlar aniqlanishi mumkin. Mana shu asimptom kechishda yanglishmaslik kerak. 45 yoshdan 50 yoshdan oshgan fuqarolarimizga tavsiya qilardikki, mana shu uyqu arteriyalarini skrining nuqtai nazaridan, erta tashxislash nuqtai nazaridan uyqu tomirlarini dupleks skanerlash tekshiruvini o'tkazish lozim. Chunki mana xalqimizda bir ibora bor. To'satdan insult bo'libdi yoki to'satdan infarkt bo'libdi deydi. Bunaqa holatlar to'satdan bo'lmaydi. Albatta bu o'sha sabab bo'ladi. Sabablardan eng kattasi bu uyqu tomirlaridagi o'zgarishlar. Mana shu uyqu tomirlaridagi o'zgarishlarni agar o'z vaqtida aniqlansa, erta tashxis qo'yib, dori-darmon bilan davosi olib boriladigan bo'lsa, mana shu holatda insultga, nogironlikkacha yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun eslatib o'tamiz, yoshi ulug', yengil belgilari bor, bosh og'rig'i, bosh aylanishi bor yoki qon bosimi ko'tarilib o'ynayotgan bemorlarimizga albatta uyqu tomirlarini dupleks skanerlash o'tkazib, holatini aniqlash tavsiya qilinadi. Bu markazimizda yo'lga qo'yilgan, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.